Hammaga salom. Bonushidan bir kunlik vlog. Ertalab vohir uyg'onib, ertalabki o'g'itlarimni qilib, bomdod namozlarimni o'qib oldim. Undan keyin o'zimga zavtrak tayyorladim. Zavtrakka esa tuxum yedim. Undan keyin ingliz tilidan uyga vazifalarimni tayyorladim. Orada esa planlarimni ham yozib oldim. Hovlida salqin havo botgan ekan. Birpas shu havoda kitob o'qidim. Ertalab vohirli turganim uchun orada birpas uxlab oldim. Bugun ammamnikiga yotgani boraman. Shu sababdan ketgunimcha uylarni uborka qilishni boshladim. Videoni shu joyda menga obuna bo'lib ketsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Orada tez pilisoslarimni ham qilib oldim. Undan keyin o'qishga ketishga tayyorlandim. Sizlarga tezdagina lukumni videoga oldim. Orada kutubxonadan kitob olishim kerak edi. Men qidirgan kitob yo'q ekan. Darslarim tugagandan keyin magazinga kirdim. O'zimga kerakli narsalarni olib, ammamga ketdim. Qorong'iga qolib ketganim uchun opalarim meni ko'chadan olib kirib ketishdi. Orada ovqatlanib oldik. Hammamizning darslarimiz bo'lgani uchun birinchi darslarimizni qilib oldik. Undan keyin mazza qilib kino ko'rdik. Shu bilan meni bugungi kunim shunaqa o'tdi. Like va prosmotr uchun hammaga rahmat.